Demak, biz saytimizni o'zgartirishni davom etamiz. Endi bu saytimizni o'zgartirishda va boshqa ishlarimizni qilishga bizga mana shu dars kerak. Ya'ni biz bugun mana shu saytimizda web programmistlik eshigini ochib qarab ko'ramiz xolos. Biz uni web programmistlik haqida to'xtalib o'tmaymiz. Faqat bunda qanaqa yozilishligini bir necha narsalarni ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni birinchi o'rinda HTML kodlar. Bu HTML kodlar bu saytimizning asosiy qismi, ya'ni bu poydevori. Mana shu HTML kodlarisiz hech qaysi sayt bo'lmaydi, ishlamaydi desa ham bo'ladi. Mana shu CSS ham va PHP ham kerak bo'lsa, PHP ni har doim ham bo'lmasa ham, lekin bu ham HTML ga qadalib boradi. HTML kodlari qanday yoziladi? Mana bunday shaklda yoziladi. Ya'ni HTML kodlari biz mana bu yerga tekst yozmoqchi bo'lsak, biz avvalo uchburchak, mana bunday uchburchak qo'yib, orasiga kodimizni yozishimiz kerak. Ana shunda biz mana bu yerdagi tekstimiz internetda ko'rinishi uchun birinchi qadam qo'ygan bo'lamiz. Keyingisi biz uni yopishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun yana uchburchak, slash va kodimiz va oxirida yana mana bunday uchburchak shakli bilan yopamiz. O'shunda biz mana bu yerdagi tekstimiz brauzerda yoki ana shu internetimizda ko'rinishni boshlaydi. Ko'rinib yozuvlar chiqishni boshlaydi. Ana endi bu qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Mana ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu yerda bizda tekstimiz bor. Tekstimiz yozilgan. Endi bu tekstlarimiz HTML kodlardan iborat bo'lsa, mana bizda uchburchagimiz mana ochilyapti. Ya'ni bu yerda endi orasiga ana shu kod yozilyapti. HTML dagi ana shu buyruq yozilyapti. Endi pastda bu tugayapti mana. HTML degan. Tugayotganda e'tibor bersangiz, mana bu yerda chiziqcha paydo bo'lyapti. Demak, mana shu chiziqchamiz bizni mana shu HTML kodimizni ishlashligini, ya'ni ishlayotganligini bildiradi. Agar biz hozir chiziqchani olib qo'ysak, brauzer tushunadiki, yana yangi kod yozilyapti deydi-da, mana bu yerdagi kodlaringiz ishlamay qolishi mumkin va pastdagi ham ishlamaydi, yozayotgan kodingiz. Demak, biz hozir kod yozmaymiz, ammo bu narsani nimaga gapiryapsan desa, biz saytimizda yetarlicha o'zgartiradigan joylar bor. Misol hozir ko'rishimiz mumkin. Mana saytimizni ko'radigan bo'lsak, biz umuman saytimizni boshqa ko'rinishga olib kelmoqchi bo'lyapmiz. Ya'ni mana bu yerda bizda rasm yo'q hozir, faqatgina tekst bor. Mana shu tekstni olib o'rniga rasm qo'yamiz va boshqa joylarni ham o'zgartirib ketamiz. Buning uchun mana shu kodlarni bilsak, qaysi nima qayerda joylashganini ko'rishimiz mumkin. Ana endi keyingisi bu CSS kodlari. CSS kodlari o'zlari ishlay olmaydi. Asosan HTML kodiga bog'langan holatda ishlaydi. Ya'ni misol uchun CSS kodlari mana bunaqa nuqta class yoki mana bunday reshotka div degan tegi orqali yoziladi. Endi bu qanaqa bo'ladi desa, mana bu div degan tegimiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda nima yozilyapti? Ya'ni bu yerda biz uchburchak bilan kodimiz yozilyapti va yana uchburchak, kodimiz, chiziqcha, div va chiziqcha. Endi shu bilan yozib qo'ysak CSS ulanib qoladimi? Yo'q, ulanib qolmaydi. Bunga biz div degan divni o'zini yana bitta qo'shimcha yozuvi bor. Ya'ni bu qanaqa yoziladi desa, bu mana bunday shaklda yoziladi. Buning uchun biz ana shu divimizga kiramiz, boshlanib ochilayotgan joyga va u yerdan id yozamiz. id deb turib chiziqcha qo'yamiz va shift bilan bu ikkita nuqtamizni yozamiz. Demak, bizda ikkita nuqtamiz chiqmayapti. Va mana bunday shaklni yozamiz. Endi buni oralig'iga esa kodlarimizni yozish, bironta nom yozishimiz mumkin. Misol uchun tepa qismiga rasm. Bu juda ham uzun, bunaqa asosan kodlar bunaqa uzun shaklda yozilmaydi, sababi bunaqa yozsak ishlamay qolishi mumkin. Ana endi biz idimizni bunga endi biz tepa qismidagi rasm degan nomimizga ana shu nimani kodimizni yozib ketishimiz mumkin. Reshotka bilan CSS ni boshlab yozamiz. Ya'ni misol CSS ga kirib turib, reshotka tepa qismi bilan qismiga rasm deb yozib turib, mana bunaqa skopka ochamiz va uning ichiga kodlarni yozib ketamiz. Va o'sha bilan saytimizga rasm qo'yamizmi, boshqa ish qilamizmi, o'shanda bezaladi. Keyingisi
PHP kodlar, bu PHP kodlarimiz saytni ishlashini ta'minlab beradi. Ya'ni bu agar bizda PHP kodlari bo'lmasa, saytimiz xuddi rasmga o'xshab qoladi xolos. Chunki u hech nima bajarmaydi. Bajarishi mumkin. Bir necha HTML va CSS lardan paydo bo'lgan raqamlar, varaqlarni yasasangiz, o'shalarni bir-biriga kiradigan qilib qo'yishingiz mumkin. Misol, u juda ham slabiy, ya'ni oddiy ishlamaydigan sayt desa ham bo'ladi. Demak, PHP imiz glavniy saytimizni boshqaruvchi ishchisi desa ham bo'ladi. Bunimiz mana bunday shaklda ochiladi. Ya'ni uchburchak bilan ochiladi va yopiladi va uni oldida mana bunaqa so'roq znachogi bilan ochilib, so'roq znachogi bilan yopiladi. Ko'p ba'zi joylarda mana bunday PHP degan yozuv ham yoziladi. Asosan barcha joyda yozilmaydi, sababi bu barcha joyda ishlamaydi. Demak, bu mana bu rasmda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda chiziqchamiz bor va so'rog'imiz bor. Bu yerda yana so'rog'imiz bor, chiziqchamiz bor. Ya'ni bu yerda chiziqcha bilan ochilyapti, so'roq bilan chiziqcha qo'yilib ochilyapti va bu yerda yopilyapti. Ana endi bu yerdagi barcha kodlar, mana bu yerdagi barcha kodlar mana shu ikkala mana shu chiziqcha so'roqlar asosida ishlaydi. Agarda biz bu yerdan bitta so'roqni yoki bitta uchburchakni olib qo'yadigan bo'lsak, mana bu kodlarimiz ishlamaydi. Biz qaysi saytga javob berishini bilmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun PHP kodlarida sal ehtiyot qilgan yaxshiroq. Ana endi CSS kodlarida mana bu yerda misol keltirmayapman. Demak, mana bu yerda CSS kodlarimiz. Demak, biz body'ga o'zgartirish kiritmoqchiligimizni aytdik. Biz mana bu yerda body'miz mana kodimiz, biz divni yozdik va o'shanga qarab turib bunga ya'ni zadaniyalar beramiz. U body, ya'ni ana shu saytimiz body degan nom bilan nomlangan joy qanaqa bo'lishi kerak, necha pikselda surilishi kerak, atrofida qanaqa qalinlikda mana bunaqa chiziq bo'lishi kerak, ana shu body deganimiz ichidagi yozuvlar qanaqa formatda bo'lishi kerak, qanaqa ko'rinishda bo'lishi kerak, ana shu body deganimiz qanaqa rangda bo'lishi kerak, u body deganimizdagi tekstlar qanaqa rangda bo'lishi kerak va hokazo va hokazo. Shunga o'xshagan narsalarni berib biz saytimizni bezab o'zgartiramiz. Endi demak, bizda rasmimiz o'zgarmadi, chunki qanaqadir kichkina rasm turibdi ekan, bilinmayapti. Xo'p, lekin baribir ham biz hozir bu yerga border degan kodni yozib chiqdik. Ya'ni mana border deb atrofiga chiziq yoz, 12 piksellik, u qora rangda bo'lsin dedik. Mana endi deganimizdan keyin saytimizda haqiqatan 12 piksellik atrofida chiziqcha ramka paydo bo'lib qoldi va ana shu ramkamiz qora rangda bo'ldi.